Assalomu alaykum foydali xarid obunachilari. Bu videomiz aynan ayollarga bo'ladi. Abu Saqiy yangi material do'konida yuribman men hozir. Bu yerda o'rtog'im ishlaydi. Men senga zo'r shunaqa narxda skidkalar qilib beraman degan. Hozir birgalikda ko'ramiz qanaqa skidka qilgan. Do'konning nomerini eslab qolasizlar. A3-do'kon ekan. Assalomu alaykum Mo'lon xo'ja. Assalomu alaykum. Assalom. Do'stim, bormisan? Ha, borman. Kelaman deb Men endi sezon boshlandi kelyapman-da. Foydali xaridlar uchun mana biza hozirgi kunda mana bu İstanbul paplilarimizni, koreyskiy sling paplilarimizni qo'yganmiz o'rtoq. Bularni bozorda 20 ming, 15 minggacha sotishyapti metrga. Bu koreyskiy sling yaxshi papli. Yurganda 3 metrga 15-20 sm kirishadi. Nech pul qilib beryapsan buni? Do'stim, buni sana obunachilaring uchun, foydali xarid uchun rulon narxi 13 ming bo'lsa, metrga ham 13 ming so'mdan qilib beramiz. Mana assortiment o'zi ko'p ekan. Shunaqa, assortiment juda katta. Hozir men senga bularni har bittasini narxini aytib chiqsam, ertalab bo'lib ketadi. Hozir mana dastavka bormi yo'qmi? Dastavka xizmatlarimiz bor. Endi 1-2 metrga emas-da, 10-20 metrga taksini pulini o'zi berishadi. Nomerlaringni tagiga qoldiraman. Ismim Mo'lon xo'ja. Mana hozir bizning do'konimizga yangi Cupra do'yin materiallarimiz keldi. Hop, bularni eni 1.50, 1.5. Havo o'tkazichlari yaxshi, sifati a'lo darajada. 3 metrga 10-15 sm kirishadi bular. Mana hozir maniken qilish jarayonidamiz. Bizda optim narxga hozir 20 ming so'm beryapmiz. Bularning metrajlari ham bor. Xudo xolasa bularni metr ham qilib beramiz. Ko'p oladiganlarga. Bemalol do'konimizga Abu Saqiy bozor, Yangi bozor, A3-do'konga kelib xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, bu turdagi matolarimizni mana ranglari bor. Bu yerda ko'rsatishingiz mumkin. Mana 1, 2, 3, 4, 5 xil rangi bor. Hozir kelayotgan Cupra do'yin materiallarimizni bu bozorda hech kimda yo'q. Mana ma'mularimiz ham 1, 2, 3, 4 mana 6 xil. Bular ham 6 xil. Mana bular ham 4 xil, 5 xil. Resunkadagi paplilarimiz bor. Do'yin Cupra paplilarimiz mana ko'rib turgan holatda mana ko'ryapsizlar. 5 xil, 6 xil. Keng turdagi assortiment. Mana mayda gullarimiz ham bor. 5 xil. Bemalol kelib do'konimizga Abu Saqiy bozor, Yangi bozor, A3-do'konga kelib xarid qilishingiz mumkin. Qildingmi, topdingmi, zo'rning sifati baland, narxi esa to'g'ri. Do'konmi bu, yo blogmi bu, farqi yo'q, foyda topsang bu o'yin emas, bu klub. Senga reklama emas bu. Mana hozir do'konimizga yangi turdagi matolarimiz kelgan. Bularni Ipeker Cupra matolari deb nomi shunaqa nomlanadi. Buni har xil turdagi 10 xil guli bor, 10 xil rasvetkalari bor. Toshlari Swarovski toshlar. Hop. Bularning narxi optim narxga 45 ming so'mdan qilib beramiz. Metrga ham bor, kesinglar, gaplashamiz. Do'konimiz manzili Abu Saqiy A3-do'kon. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Mana bizning do'konimizga bugun yangi turdagi do'yin Cupra matolarimiz keldi. Hop, bularning eni 1.50, sifati a'lo darajada. Yozda qizitib yormaydi. Sifati zo'r, katushka bo'lib qolmaydi. Xo'p, bularning metri 20 ming so'm. Rulonga optim narxda. Metri ham bor. Do'konimiz manzili Abu Saqiy bozor, A3-do'konga bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin.